Bugun sizlar bilan yog'lar haqida gaplashmoqchiman. Yog'lar organizm uchun eng kerakli bo'lgan oziq-ovqatlardan biri bo'lib, organizmga energiya manbai, gormonlar ishlab chiqarilishi uchun kerak. Ichaklarda vitaminlar so'rilishi uchun eng kerak bo'lgan oziq-ovqatlarimizdan biri. 1 gram yog'da 9 kilokaloriya bor. Yog'larimiz turlari: foydali yog'lar va ziyonli yog'lar bor. Foydali yog'larga, ya'ni monoto'yingan yog'lar, bular zaytun yog'ida, avokadoda va yong'oqda bor. Bular xolesterinni kamaytirib beradi va yurak uchun juda ham foydali. Keyingi yog'larimiz esa polito'yingan yog'lar. Bular omega 3 va omega 6 da bor. Omega 3 albatta zig'ir yog'ida, chiyada bo'ladi, baliqda bo'ladi. Omega 6 esa kungaboqar va kunjutda bor. Bu yog'larimiz qon tomirlari uchun, yurak uchun va miya uchun juda ham foydali. Ana endi ziyonli yog'larga keladigan bo'lsak, bu ziyonli yog'lar xolesterinni ko'paytiradi. Bular margarinda, chipsda, fast foodlarda bo'lib, qon tomirida xolesterinlarni to'planib, bez kasalliklariga, davleniya kasalliklariga va semirishga olib keladi. Bu yog'larni qanday iste'mol qilish kerak, qancha miqdorda iste'mol qilish kerak? To'liqroq ma'lumot berishim uchun kommentariyaga yog' so'zini qoldirsangiz, to'liqroq ma'lumot beraman. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Kuzatishda davom eting.